Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib boradigan kanalimiz a'zolari, mana Hindiston davlatidan keldi, mana banan ko'chatlarimiz keldi. Grand 9 sortli, mana tomirlari baquvvat, holati ham ajoyib holatda, torfga ekilgan, mana hincha, mana Pramoy Hindistondan keldi. Mana shu holatda ekilish jarayoni ketyapti bo'lsa, torf va biogumiz qorishmasi, vermikulit aralashmasi. Mana ekilish jarayoni ham shu holatda bo'ladi. Bo'ynigacha bo'g'ib qo'yilmaydi-yu. Holati ko'chatni nafas olib turishi kerak, shu uchun ozgina shu tubigacha ko'milib qo'yiladi. Undan u yoqda ko'milmaydi. Mana ko'chatning holati juda chiroyli, tomirlagan, baquvvat ko'chat. Xudo xolasa buni sotuvga chiqarish jarayonini boshlaymiz. Xudo xolasa o'sha vaqtda videolarni qo'yishni boshlaymiz. Bir haftadan keyin xudo xolasa mana shu holatga kelib qoladi ko'chatlarimiz. Bir oydan keyin mana shu holatga kelib qoladi. Barglarda dog'lari paydo bo'lib, mana shu holatda sotish holatlari bo'ladi. Xudo xolasa mana bu 2 oydan keyin mana bargdagi dog'lari o'zi ko'chatni qanaqaligini ko'rsatib turibdi. Mana tagidagi belgilardan ham bilsa bo'ladi, 100% hosil beradigan ko'chatligi uni bor mana busida. Barglarda dog'i bor, kattargan sayin bargdagi dog'lari yo'qolib boradi. Bular polni biogumiz ekilgan. Mana bu yoqqa tagida ko'chatimizning holatlarini ko'rsatib boramiz sizga. Ko'chatning holatini qarang, bitta ko'chatda 2 dona banan ekilgan chiqilgan. Holati chiroyli.